Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga navbatdagi uskunamiz haqida ma'lumot beramiz va uskunani birgalikda ishlatib ko'ramiz. Bu uskunamiz suyuq va quyuq mahsulotlar uchun dozator bo'lib, agar siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz yoki kelajakda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Bu siz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'sh, bu uskunamiz qanday mahsulotlarni dozirovka qiladi? Bu uskunamiz asosan quyuq mahsulotlarni dozirovka qilish uchun tavsiya qilinadi. Jumladan tomat pastasi, ketchup, mayonez, masalan gellar, shampun va shunga o'xshash mahsulot, quyuq mahsulotlarni dozirovka qilish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari suyuq mahsulotlarni ham, suv kabi suyuq mahsulotlarni ham dozirovka qilsangiz bo'ladi. Universal uskuna bu, ham quyuq, ham suyuq mahsulotlarni bemalol dozirovka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Uskunamiz materiali zanglamas metalldan ishlangan bo'lib, oziq-ovqat talablariga to'liq javob beradi. Uskuna pnevmatika tizimida ishlaydi, mana kompressor bilan ishlaydi. Jarayon qanday bo'ladi? Mahsulotni bunkerga solasiz, o'sha bunkerdan mahsulotni uskuna ikkita jo'mrak orqali dozirovka qilib beradi. Dozatorimiz soatiga 2,5 mingtagacha mahsulotni quyish imkoniyatiga ega. Aniqlik darajasi esa +- 1% ni tashkil qiladi. Keling endi sizlar bilan birgalikda ushbu uskunani ishlatib ko'ramiz. Uskunamizni suv bilan ishlatib sinab ko'ramiz. Qopqog'ini olamiz. Bunkerga suvni solamiz. Yoqish tugmasidan yoqamiz. Mana bu joydan siz mahsulotni quyish hajmini ikkita silindrdan to'g'ri sozlab olasiz. Har bitta quyish joyiga alohida silindr bor. O'sha hajmni sozlab olishingiz mumkin. Bu yoqda quyish tezligi, kutish vaqtini bemalol uskunadan sozlashingiz mumkin. Hozir biz 400 ml ga sozladik. Hozir shuni birgalikda ishlatib ko'ramiz. Mana. Hozir biz 400 ml qo'ydik. Tezligini ham unaqa tez qilmadik, pastroq qildik. Uskunamizda bemalol 100 ml dan 1 litrgacha mahsulotlar quysangiz bo'ladi. Uskunamizda ikki xil rejim mavjud. Biri polavtomat, ya'ni pedal yordamida boshqaruv. Mana bunda pedal yordamida. Ikkinchisi esa avtomat qilib qo'yasiz. Mana bu yoqda tugmasi bor. Mana hozir polavtomatda turibdi. Avtomat qilib qo'ysangiz, pedal bosib o'tirishingiz shart emas. O'zi quyib bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqt pauza bo'ladi. Pauzani bu yoqda sozlasangiz bo'ladi. Pauzadan keyin yana qaytadan quyaveradi. Pedalni har safar bosib o'tirishingiz shart emas. Bizda ushbu dozatorning boshqa modellari ham mavjud. Masalan, bunkersiz shlangli bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri asosiy yo'nkisni o'zidan so'rib oladigan dozator ham bor. Kichik boshqa dozatorlar ham mavjud. Bizga aloqaga chiqsangiz, sizga kerakli modelni tavsiya qilamiz. Agar videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing, izohlarda o'z fikringizni bildirib o'ting. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga boshqa turdagi uskunalarni ko'rsatishda davom etamiz.